Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Darkvoid. Bu mening ikkinchi katta videoyim, shu sabab battle qilishga qaror qildim. Bugun sizlar bilan Sentry va Doctor Strange'ni battle qilamiz. Eslatib o'taman, obunachilarim aytgani uchun qildim. Shaxsan menga ham bu juda ham qiziq. Va yana bir narsa, Sentryda Void ham qatnashadi. Uning umumiy kuchini hisobga olamiz. Doctor Strange'da esa cheksiz jangidagi holatini olamiz. Thanos bilan birga bir holatda va toshdan hisobga olmaymiz. Sababi cheksizlik toshi, bu artefakt hisoblanadi. Battle'ni quyidagi 6 ta yo'nalish bo'yicha qilamiz. Kuch, tezlik, chidamlilik, qobiliyatlar, aql va tajriba. O'ylashimcha juda adolatli battle bo'ladi. Sentry oddiy holatda va Doctor Strange xasoskorlarning cheksizlik jangi holatida bo'ladi. Unday bo'lsa, sizlarni ko'p kuttirmasdan battle'ni boshlaymiz. Avval Sentryni tanishtiraman. U yangi qahramon haqida ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Super kuch, million quyosh kuchi darajasidagi kuch, super tezlik, komikslarda yorug'likdan tez harakat qilgan, havoda juda ham tez uchadi, cheksiz chidamlilik, juda ham qiyin o'ldirish, deyarli o'lmas, eng kuchli va eng qiyin zarbalarga ham bardosh bera oladi. Jismoniy tanadan zaifligi yo'q, jismoniy o'limdan qo'rqmaydi. Agar o'lsa, yana qaytib keladi. O'z tanasini qayta tiklay oladi. Deadpool rassam mahallatdan ham ancha yaxshi. Tiklanish qobiliyati bo'yicha Marvel komiksda birinchi o'rinda turadi. Telepatiyaga qodir, fikrlarni o'qish, odamlarning xotirasini o'zgartira oladi. Bu narsa kino versiyada ham, komikslarda ham mavjud. Reallikka ta'sir qilishi mumkin. Yuqori kosmik daraja. Kino versiyada ham biz buni ko'rdik. Void osonlikcha odamlarni soyaga aylantirib qo'ydi. Void eng muhimiga keldik. Sentryning kuchining asl yo'l shakli, uning asl mohiyati shunday. Void, biz uni kinoda ko'rdik. Ajoyib chiqish qildi. Umuman nazoratsiz emas, aksincha juda ham tinch va xotirjam edi. Ortiqcha harakat qilgani yo'q. Sentryga nisbatan aytyapman albatta. Doctor Strange haqida gapirmayman. Bu haqida hammamiz yaxshi bilamiz. Shu sababdan ortiqcha vaqtingizni olmayman. Lekin shunday bo'lsa ham ozgina aytib beraman. Nima sababdan artefakt, ya'ni vaqt toshi va Vishanti kitobsiz battle qilyapman. Keling buni tushuntiraman. Doctor Strange'da vaqt toshi bor, ammo bu qurol emas, bu artefakt hisoblanadi. Doctor Strange qo'riqlash kerak bo'lgan artefakt, ya'ni bu Thorning bolg'asiga o'xshagan jang quroli emas. Shunday bo'lsa ham Strangening eng kuchli holati bu Thanos bilan jang qilgan holatidir, ya'ni cheksizlik jangi kinosidan. Shu sabab adolatli bo'lish uchun men aynan shu versiyani tanladim. Keling endi battleni boshlaymiz. Birinchi toifa bu kuch. Qudratli, yengilmas. Barcha qasoskorlarni qo'shganda ham u kuchli. Kuch borasida Sentry yuqori farq qilishi mumkin. Sababi jismoniy kuchda juda ham yuqori darajada 1 million quyosh portlashi deb aytiladi. U kinoda xalqonni bemalol qishaytirib qo'ydi. Momaqaldiroqlar jamoasini bemalol yengdi. 1% kuchini ishlatgani yo'q. Xabarlarga ko'ra, Sentry qasoskorlar qiyomat kuni filmida olamlar to'qnashuvini qo'llari bilan to'xtatar ekan. Agar bu xabar rost bo'lsa, kinoda u 0.1% kuchini ham ishlatmagan bo'ladi va bu ish uni boshqa qahramonlarga nisbatan Loki darajasigacha olib chiqadi. Eslatib o'taman, kinoda Loki hozir multiolam qiroli. Doctor Strange'da deyarli fizik kuchi yo'q. Strange asosan sehr bilan jang qiladi, u oddiy odam. Shuning uchun Sentry bilan to'g'ri zarba bilan raqobatlasha olmaydi. Bu Sentryning foydasiga bo'lishi mumkin. Yaqin masofada Sentry juda ham kuchli. Kuch borasida Sentryga 1 ochko beramiz. Bu yerda u yuqori ustunlikka ega. Endi tezlik haqida gaplashamiz. Reaksiya tezligi juda ham yuqori ekan. Ya'ni insondan millionlab marta tez, havoda uchish va zarba berish tezligi juda yuqori. Kinoda u arvohni ushlab oldi, havoda o'rtacha uchar ekan, lekin Void bemalol ucha olar ekan. Buni kinoda ko'rdik. Bu kutilmagan holat edi, lekin shunday bo'lsa ham Void bemalol ucha olar ekan. Doctor Strange haqida gapiraman. Oddiy odam tezligi, ammo portallar va teleport bilan istalgan joyga bir zumda yetib oladi. Shuning uchun jangni masofadan boshqarish imkoniyati mavjud. Lekin yaqin masofadagi jangda juda kuchsiz. Sababi jang tezligi juda ham past, oddiy odam tezligi bilan bir xil. Shu sabab Sentryga 1 ochko beramiz. U bu yerda aniq ustun. Bu yerda ham Sentryga 1 ochko beramiz. Hozir Sentryda 2 ochko mavjud. Endi chidamlilik haqida gaplashamiz. Chidamlilikka kelsak, Sentry molekulyar darajada tiklana oladi. Marvel komiksida Hulk, Thor, Deadpool rassamadan ham yuqori darajada turadi. Tiklanish bo'yicha albatta. Jismoniy o'limdan qo'rqmaydi. Void tufayli har doim qayta kelaveradi. Ikkalasi bir-birini to'ldirib turuvchi. Momaqaldiroqlar kinosini qayta ko'rishni tushundimki, Sentry kino davomida 2 marta o'lgan va ikkalasida ham Void uni qayta tiriltirgan.
Bu Voidni qanchalik kuchliligini bildiruvchi yana bir narsa. Mana bu sahnaga bir qarang, bu yerda Sentrining o'lganiga ishora berilgan. Ungacha uning taqdiri ancha murakkab bo'lgan. Sinovdagilardan biri bunkerga qanday kelib qo'ygan? O'lgan bo'lishi kerak edi. Jasadni yo'q qilish uchun olib kelishgan. U jarayondan tirik chiqqan bo'lsa, demak u Bu esa ikkinchi sahna. Kerak emas. qoyil qoldirding. Fikringdan qaytding. Bu ikkinchi sahna. Bu yerda oddiy tuyulishi mumkin, lekin oddiy holat emas bu. Bu to'rni yiqitgan oddiy shoker emas. Bu Sentrining o'ldirgan narsa va Void tufayli u qayta tiriltirildi. Navbat Doktor Strange'ga. Uning chidamliligi oddiy inson bilan bir xil darajada. Qalqon va sehrlar bilan o'zini himoya qilishi mumkin, lekin agar Sentri bitta aniq zarba beradigan bo'lsa, tamom u yutqazadi. Chidamlilikda 100% Sentri ustun, unga yana bir ball beramiz. Aytishingiz mumkin, Doktor Strange Thanos bilan teng raqib bo'la oldi. Thanosda 4 ta tosh bor edi deb, yo'q, buni sizga tushuntirib beraman. To'g'ri, o'sha payt Thanosda 4 ta tosh bor edi, lekin Strange 14 million urinishni ko'rgan va 14 million tayyorgarlikdan so'ng Thanosga qarshi chiqdi va biroz vaqt teng raqib bo'ldi. Albatta, bularning bari 14 million tayyorgarlik tufayli. Sentrida 3 ochko mavjud. Endi esa aql bo'yicha gaplashamiz. Navbatdagi toifa aql. Doktor Strange'dan boshlaymiz. Aqlli, strategiya va juda ham ajoyib katta tajribaga ega. Thanosga qarshi 14 million urinishni ko'rgan va strategiya ustunligiga ega bo'lgan. Juda qisqa vaqtda boshqa sehrgarlar yillar davomida o'rgana olmagan narsani o'rgangan. Thanosga qarshi janglarni oldindan millionlab variantlarni ko'rgan. Jang paytida qisqa vaqt ichida juda ham aqlli qaror qabul qiladi va to'g'ri sehrni tanlaydi. Oddiy odamlar faqat bitta rejani o'ylaydi, Strange esa unday emas, bir vaqtning o'zida bir necha ehtimoliy nazariyalarni ko'rib chiqadi. Shu bilan birga dushmanni chalg'itish, manipulyatsiya qilish va unga qarshi strategiyaga ega bo'lishda juda ham katta ustunlikka ega. Endi Sentri haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Sentrini ahmoq deb o'ylaydi. Keyin buni sizga tushuntiraman. Sentri hali yosh, ko'p narsa ko'rmagan va janglarda qatnashmagan. Lekin unda Void ham bor. Uni ham hech narsa bilmaydi deb o'ylamang. Mana bu sahnaga bir qarang. Bilishimcha, xonalar cheksiz miqdorda. To'xta. Bu yerda cheksiz xonalar bor dedi. Bu gap 100% to'g'ri. Bu esa Voidni ahmoq emas, balki o'z ishini biladigan yaxshi personajga aylantiradi. Endi bu sahnaga bir qarang. Biz doim ikkimiz bo'lamiz. Void biz doim ikkimiz bo'lamiz dedi. Asta-sekin Bobni yutayotgan vaqtda u buni atayin qildi. Demak, Void juda ko'p narsani biladi. Komiks o'qiydiganlar yaxshi biladi Voidning haqiqiy shaklini. Balki u kinoda ham shunday qilmoqchidir. Bobni yutib yuborib, o'zi haqiqiy shakliga aylanadi. Mayli, shunday bo'lsa ham Strange'ga bir ochko beramiz. Sababi esa aniq. Tushuntirib o'tirmayman. Endi qobiliyat haqida gaplashamiz. Hozirda Strange'da 1 ochko bor, Sentrida esa 3 ochko. Qobiliyat haqida ko'p gapirmayman. Gapirgim kelmadi. Sababi ikkalasining ham qobiliyati juda ham ko'p. Ayniqsa Sentrida jangovar qobiliyatlar juda ham ko'payib ketgan. Strange'da ham bor, juda ham ko'p. Ikki tarafga 1 balldan beraman adolatli bo'lishi uchun. Qobiliyat borasida ikkalasiga ham 1 ochkodan berdim. Endi tajriba bo'yicha gaplashamiz. Tajriba borasida Strange qol ustun, ortiqcha gapirish kerak emas. Shunchaki Strange ko'p janglarda qatnashgan va bo'lgan tajribali jangchi. Unga 1 ochko beraman. Mana va nihoyat natija haqida gapiraman. Lekin undan oldin shoshilmang, kichkinagina reklama bor. Telegram kanalim va chatga taklif qilaman. Hurmat birinchi o'rinda turadi. Asosiysi har kuni kino tahlillar. Guruhda juda ajoyib pollar bor, hammasi aktiv. Agar kanal obunachilari 50 taga yetsa, men Marvel komikslarini o'zbek tilida tashlayman. O'zbek va ingliz tilida tashlayman. Shunday ekan, obuna bo'lib qo'ying. Silka profilda. Xo'sh, natijaga kelsa, hisob Sentrida 4 ochko, Strange'da esa 3 ochko. Sentri kuch, tezlik, chidamlilikda aniq ustun. Strange esa aql va tajriba bo'yicha aniq ustun. Qobiliyatlar bo'yicha esa teng deb hisobladim. Hisob bo'yicha Sentri yutdi, ya'ni esas qo'yaman. Void Strange'ni bemalol soyga aylantirib qo'yishi mumkin. Sababi bunaqa raqib Strange'da oldin bo'lmagan.
Shu sabab unga qarshi turishi qiyin masala. Shunday qilib Sentry g'olib bo'ldi. O'rtacha qiyinchilik bilan. Keyingi videoda kim haqida bo'lsin? Kommentda o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Dark Void bo'ldi. Bugun sizlar bilan Doctor Strange va Sentryni battle qildik.